Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida reproduktiv yoshdagi va homilador ayollar, bolalar uchun yuqori texnologik tibbiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish, prenatal markazlarni zarur tibbiy texnika va buyumlar bilan jihozlash, ularni malakali kadrlar bilan ta'minlash vazifasi belgilangan. Ona va bola salomatligi markazi tomonidan poytaxtimizda o'tkazilgan akusherlik va ginekologiyaning dolzarb masalalari mavzusidagi 5-yoshlar ilmiy amaliy konferensiyasi g'oyasi ana shu maqsadlar bilan uyg'un. Tafsilotlar Ro'zagul Omonova lavhasida. Ayni damda Toshkent shahrida o'tkazilayotgan mazkur ilmiy amaliy konferensiya ayollar salomatligi sohasidagi dolzarb masalalarni muhokama qilish uchun muhim maydonga aylandi. Tashkil etilgan seminarda nafaqat O'zbekistondan, balki qo'shni davlatlardan ham yoshlar ishtirok etmoqda. Sog'liqni saqlash tizimida innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi yosh mutaxassislar tayyorlash masalasini yanada dolzarblashtirdi. Ayniqsa, akusherlik va ginekologiya yo'nalishida klinik tafakkur, ilmiy tahlil va dalillarga asoslangan tibbiyot tamoyillarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Mazkur konferensiya ana shu jarayonni qo'llab-quvvatlash, yosh shifokorlarning ilmiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qildi. Prezidentimiz tomonidan ona bolaga qilingan e'tibor va davlatimiz tomonidan qilinayotgan e'tibor nihoyatda kuchli. Bu ona va bola muhofazasi hozirgi kunda davlat siyosatigacha ko'tarilgan va hozirgi kunda dolzarb masalalaridan birinchi bo'lib bu ayollar o'rtasidagi reproduktiv salomatlikni yaxshilash. Bundan tashqari onalar sog'lig'ini, yangi tug'ilayotgan chaqaloqlar va ularning sog'lig'i va o'limini kamaytirish va hozirgi kunda mana somatik uchraydigan bizni ayollarimizda reproduktiv yoshdagi va homilador ayollarda uchraydigan somatik va akusherlik asoratlarini o'z vaqtida oldini olish bizni akusher ginekologlarning o'z asosiy vazifamiz. Bundan tashqari shu anjuman yoshlar o'rtasida ayni olib borilayotganligi bu nihoyatda quvontiradi. Bizni yoshlarimiz shu ilmga, fanga bo'lgan ularning ehtiyojlari va talpinuvchanliklari nihoyatda bizni xursand qilib kelmoqda. Konferensiya doirasida og'zaki va poster ma'ruzalar taqdim etildi. Ishtirokchilar o'z tadqiqotlari, klinik kuzatuvlari va tahliliy ishlari bilan qatnashishdi. Shuningdek, tadbir interaktiv ruhda o'tib, ilmiy munozaralar, viktorinalar va tanlovlar orqali yoshlarning bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Bugun men ma'ruzachiman. Men Tojikiston Respublikasi Dushanbe shahridagi Malaka oshirish instituti akusherlik va ginekologiya kafedrasining klinik ordinatoriman. Mening bugungi ma'ruzam mavzusi Leoplan nomli uzoq muddat ta'sir qiluvchi teri osti kontratseptivini qo'llayotgan ayollarda reproduktiv salomatlik xususiyatlari edi. Mazkur konferensiyada ishtirok etish imkoniyati uchun minnatdorlik bildiraman. Sizlarning anjumanda qatnashish va professional aloqalarni yo'lga qo'yish men uchun katta sharafdir. Statistikaga nazar soladigan bo'lsak, 2025-yilda O'zbekistonda onalik va bolalikni himoya qilish yo'nalishida muhim ijobiy ko'rsatkichlar qayd etildi. Jumladan, har 1000 aholiga 23 ta tug'ilish to'g'ri kelgan bo'lib, tug'ilishning 48% shaharlarda, 52% esa qishloq hududlarda sodir bo'lgan. Bu mamlakatda demografik o'sish barqaror davom etayotganini ko'rsatadi. Onalar va bolalar salomatligi borasida ham sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Xususan, onalar o'lim darajasi 2000-yildagi 33,1 ko'rsatkichdan 2024-yilga kelib 14,8% gacha kamaygan. Shuningdek, yangi tug'ilgan chaqaloqlar o'lim darajasi ham 17 promillidan 9 promilligacha tushgan. Bu natijalar sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi ekanini yaqqol namoyon etadi. Moliyalashtirish masalasida ham e'tiborga moyillik o'sish kuzatilmoqda. 2025-yilda onalik va bolalikni qo'llab-quvvatlash dasturlariga 802,9 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lib, bu umumiy davlat byudjetining taxminan 0,23% ni tashkil etadi. Akusherlik va ginekologiyaning dolzarb masalalari mavzusidagi yoshlar konferensiyasining muntazam o'tkazilishi ham sohada yuqori malakali ilmiy salohiyatga ega va zamonaviy fikrlaydigan mutaxassislarni shakllantirishda xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida ayollar va bolalar salomatligini muhofaza qilish tizimini yanada takomillashtirishga zamin yaratadi. Ro'zagul Omonova, Nig'matullo G'ulomov, Jarayon informatsion dasturi uchun.